Endi bo'ldi. Ma'qul. Eli ko'rishli. Mayliqi günümdagi kishilarning yetkazib etilgan kitob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joyidagi qarindoshlarim. Şu künep qolgan yomon deb aslida iPad'ga künep qolib ekanmiz. Ma telefonda yangi qilishim qadrli qarindoshlar. Ana o'zi bugungi darsimizda şu önümdar kişilerinin 7 adeti təhtü çıxıvatıdır yine. Amal yok. Asaslıqı şu avaz anlaş bekrak mühim bağışqa. Hem de bu dersimizde kelgen yerimizden devam qilib olaylik, canım dostlar. Yani Stephen Covey'ninki, yine Amerikalik dаңlıq yazğıcı Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People degan bir kitabı bulunduğun. Bu kitaptan qeyliliqimi, meni xeyli qeylin qadrli qarindoshlar. Bu 480 betlik kitapken, 490 bet mi ya, 450 betken. Bunda bir tom kitap, bu dijital baskı deb qo'yamiz. Türkiye'de besib chiqardik, buni kopiyasi bu. Asli kitap emas, asli kitapni vatanimizda Xalq Sayya nashriyatida chiqarib ekan canım dostlar. Biz kelgan yerdan davom qildi, vaqtim biroz o'tib ketdi canım dostlarim. Ada olsa kelgan yerimiz nati desak, kelgan yerimiz bu şu 4-odatdan, yani 7-bab 4-odatning tang naplan. Bunu İngilizce'de win-win mi deb qo'ydi. Kişilik münasebetdeki rehberlik prinsipi, bu asaslık prinsip muş ekan, yani tang naplanish. O'tgan soatim deb o'tdik. Nurg'un odam turmushdagi masalalarga kuchlik bo'lmasang, ojiz bo'lasan, g'alaba qilmasang, mag'lub bo'lasan deb qarab oladi. Amaliyotda bunda qarashning asosi yo'q. Chunki o prinsipni emas, kuch ve o'rinni, yani mavqini asası ölçem qiladi. Amaliyotda shuncha bala keng dunyoda hamma odamga puttirab turadigan yetarlik bo'shliq chiqadi. Shunlashqa birovning erishganligiga qarab men yo'qotdim deyish aqlanlik ish emas. Nurg'un o'zgarmas qoida prinsiplar mengimizga o'rnab ketdi. Endi ularga amal qiladigan chog' keldi debdi Edwin Markham, yani Amerikalik dаңlıq shoir ekan. Qadrli qarindoshlar. Bugünkisi şu 4-odat tang naplanninki 2 bölümü. Bunu 2 ders qilib mangdiq. Oldinqisi 78 dersda ba'zi mazmunlarni so'zlab o'tdik. Bugunkisida tang naplanish munosabati, tang naplanish kelishimi, tang naplanishni boshqarish tarbiyasi, tang nap qurilmasi, yani sistemisi, tang naplanish jarayoni, yani süreç deganni birlikda o'rganib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Ben bununki bazı materyallarni, şu Türkçe materyallarni tepib, o'zimninki mush darsdan burunqi e'longa chiqarib qo'ydim. Men buni hozir shu biz qilayotgan mush naq maydon darsninki ostiga chiqarib qo'yma, hozir choplab qo'yma, aşağıdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Haq buni PowerPoint qilib çıkırıptı ve başka yerden paylaştım canım dostlar. Astedeki ulamını bassanlar çıkıdı Türkçesi canım dostlar. Anda olsa kelgen yerimizden başlayımız. Yani
Teng nepleniş əxlaqi deganni o'tdak qanoat hosil qilishdan keyinla o'tadigan mazmunimiz, birlikda o'rganadigan mazmun nima ekan desanglar, kitobning 289-betida teng neplenish munosabati degan yerga keldik. Teng neplenish əxlaqini asos qilganimizda teng neplenish munosabatini to'g'ri turg'iza olamiz va qo'g'diya olamiz. Teng neplenish endisinin cevheri işenç, yani hissiyat istiyotudur. Bunu hissiyat istiyotunun nemişkellikini aldığı derisini anlamasanlar, şehadın körübasanlar, buludu canım dostlar. İşenç bo'lmasa, biz köpünce hallada murassaga tushib qalamiz. İşenç yeterlik bo'lmasa, samimiyetimizni ifodalashga, o'zaro o'rganish, fikir almashtirish ijodkorligimizni joriy qildirishga amalsiz qolamiz, canım dostlar. Navada hissiyat istiyotidagi omonat yetarlik bo'lsa, ishonch haqida ansirab o'tirishning hech qanday hojati yo'q. Hissiyat istiyotimizdagi selimma bizni o'zaro tushunish va hurmatlash imkoniyatiga ega qiladi. Shuning bilan biz bütün zihnimizni xarakter yoki boshqa maydonga emas, balki masalaning o'ziga qarata olamiz. Bir-birimizga ishongandalar ko'z qarash o'xshamizmi? Samimiy hal mung bo'lish, qaysi bir taraf qanday qarash o'ttirib qo'yishdan qat'iy nazar ko'ngil qo'yib anglash hamda o'zaro tushunish asosida uchinchi xil yo'l haqida birlikda izlanish, masalani bu xil hamkorlik orqali hal qilib, her ikki tarafni teng nafga erishtirish mumkin. Qadrli qarindoshlar, bu darsni nima uchun qilayotganligimizni, nima uchun bu kitobni o'rganayotganligimizni his qilgan bo'lishinglar mumkin. Qayta o'qiyman bu nuqtani, balkim aqlingizga bir narsa kelishi mumkin. Bir-birimizga ishongandalar ko'z qarash o'xshash bo'lmasimi? Samimiy hal mung bo'lish, qaysi bir taraf qanday qarash o'ttirib qo'yishdan qat'iy nazar ko'ngil qo'yib anglash hamda o'zaro tushunish asosida uchinchi yo'l haqida birlikda izlanish, masalani bu xil hamkorlik orqali hal qilib, her ikki tarafni teng nafga erishtirish mumkin. Mumkinchilik yo'q ish emaskan, mumkinkan, ammo uningki bosqichlarini so'zlabdi yuqorida. Hissiyat istiyotidagi yetarlik omonat va teng naflanish andizisi haqidagi o'rtaq tunish ko'ngildagidek hamkorlashishning 6-odat, yana ko'ngildagidek hamkorlashish 6-odatda buni so'zlaymizkan. Ya'ni ko'ngildagidek hamkorlashishning unumlik yo'lidir. Bu xil munosabat masalani g'oyiblashtirmaydi ham ojizlashtirmaydi. Ko'z qarashdagi ixtiloflarni yo'qqa chiqarib etmaydi. Ham chiqarib etmaydi. Biroq xarakter va ko'z qarash farqiga ziyoda esil bilishdak odamning zihnini xo'ritadigan passiv omillarni chiqarib tashlab, teng naflanish andizisi asosida masalalarga yuzlanadigan va uni hal qilishga tirishadigan aktiv hamkorlik muhiti borliqqa keltirdi. Canım dostlar, navada bundaq munosabat mavjud bo'lmasa, siz hamkorlashadigan obyektiv teng naflanish andizisini hatto anglabma bakmagan, aksicha yengilish yoki boshqa andizalarning ta'siriga eg'ir uchirgan kishi bo'lsa, yengilish andizasidagi kishilar bilan munosabat qilish teng naflanish andizasini sinaydigan eng cho'ng sinoq. Teng naflanish oson ish qo'shmaydi. U har vaqt murakkab masala va mohiyatlik farqlarni hal qilishga muhtoj.
Lekin her iki taraf bu noktanı to'nib yetsa ve onu amalga oshirish uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatsa, ishonch yetarlik bo'lsa, tamamen teng nafga erishish mumkin. Yengilish endisidagi kishilar bilan aloqa qilganda munosabat bek muhim. Ya'ni ta'sir chambarigini markaz qilib, ularga adab bilan muomala qilishingiz, qarshi tarafni hurmat qilishingiz, o'xshamagan yo'llar orqali o'zaro ishonchni oshirib turishingiz kerak. Shundala ikki taraf orasidagi munosabat uzungacha davomlasha oladi. Qarshi tarafning o'y xiyolini berilib anglash orqali tushunish imkoniyatiga erisha olasiz. O'zingizni yetkicha gavdalantira olasiz. Aloqada pasib o'ringa tushib qolmaysiz. Vujudingizdagi yushurun qobiliyat va aktivchanlik ruhi urg'uydi. Tirishchanligingiz orqali qarshi tarafning ishonchiga erisha olasiz. Albatta, bu jarayonlarning o'zila aloqadagi eng yaxshi sarmoyadir. Sizning tanglanish andisiga bo'lgan pozitsiyangiz qancha qat'iy, samimiy, aktiv, silimingiz qancha ko'p bo'lsa, boshqalarga berilgan ta'siringiz shuncha zo'r bo'ladi. Bu rahbarlik iqtidoriga nisbatan nihoyat cho'ng sinoqdir. O savdo shaklidagi rahbarlik kategoriyasini halitib o'tib, almashtirish shaklidagi rahbarlik qatlamiga o'sish jarayoni bo'lib, shaxs va kishilik munosabatda o'zgarish paydo qila oladi. Teng naflanish andisi kishilar o'z turmushi asosida yakunlab chiqqan prinsip, texmi ko'p kishiga bu prinsipning ahamiyatini his qildiring. Teng naflanish andisi kishilar o'z turmushi asosida yakunlab chiqqan prinsip, texmi ko'p kishiga bu prinsipning ahamiyatini his qildiring. Her iki tarafni manfaatga erishtirish uchun tirishchanlik ko'rsatsangiz, texmi ko'p nafga erisha olasiz. Albatta, yengilish andisiga dum tushgan, teng naflanish andisini rad qiladigan kishilarmi bo'ladi. Undaq kishilarga duch kelsangiz, samimingizda bo'lsinki, voz kechishmi bir xil tanlash yo'li. Onundan boshqa yana teng naflanish andisining eng tuban shakli hisoblanadigan murassa yo'lini tanlasangizmi bo'laveradi. Barliq qarorning hammasining jazman teng naflanishni chiqish qilishi notayin. Bu bir nuqtani to'nib yetish to'limi muhim. Yana bir qatim ta'kidlay, munosabat bek muhim. Masalan, ikkimizni ishtash deyli. Siz menga bilaman, sen bu qarorni qo'llamaysan, lekin bu ishni sana tushuntirishga vaqtim yo'q. Bu ishga qatnashmasligingdan qat'iy nazar meni qo'llay olamsan desangiz, ilgari mening hissiyat istijotimda yetarlik omonat qoldirgan bo'lsangiz, men albatta qo'llayman. Hatto o'zimning qarashlarining xato, sizning to'g'ri bo'lishini arzu qilaman. Sizning qaroringizni ijro qilish uchun tirishchanlik ko'rsataman. Navoda aramızda hissiyat istijoati bo'lmasa, men qarshi turaman, sizni qo'llamayman yoki eg'zimizda qo'shilganda qilganim bilan ko'nglimda qaroringizni ijro qilishga hech qanday qizg'in bo'lmasligim. Hatto sizga aqmaydigan ishqim meni sherik qilib nima qiladigansiz deyishim mumkin. Navoda men keskin odam bo'lsam, sizning qaroringizga buzg'unchilik qilishim, hatto boshqalarni kushkurtishim va balkim sizga yomon g'arazda bo'ysunishim mumkin. Ya'ni sizning ko'rsatmangizga bo'ysunsam-mo, jiq ish qilmayman, mas'uliyatdan qochaman degan gap. Muborak teng naflanish axloqiy va teng naflanish munosabati tirak bo'lmasa, yozma kelishim iqi qog'oz qarisi siyah quruq narsaga aylanib qoladi. Faqat
samimiy hissiyat, cho'nqur ishonch orqali ikki taraf teng nafga erishgili bo'ladi. Hamdiki o'qiydigan mazmun teng naflanish kelishimi, qadrlik do'stlar. Teng naflanish kelishimi. Teng naflanish munosabati shakllangandan keyin biz teng naflanishning aniqlamasi va yo'nalishini yozma kelishim orqali sharhlashga ehtiyojli bo'lamiz. Bu kelishim yana unum kelishimi yoki hamkorlik kelishimi deb ataladi. O tik yo'nalishlik aloqani gorizontal yo'nalishlik aloqaga, ya'ni tik yo'nalishlik aloqani gorizontal yo'nalishlik aloqaga, tabiiylik munosabatini hamkorlik munosabatiga, yuqorining nazoratchiligini o'z-o'ziga bo'lgan nazoratchilikka o'zgartiradi, jinim do'stlar. Bu kelishimning o'zaro hamkorlik munosabatidagi qo'llanishchanligi nisbatan keng. 3-xil odat haqida to'xtalganda, men tilg'ilib o'tgan o'g'limning ho'yla tozalashiga yordamlashishim haqidagi hikoya mushuning jumlasidandir. Boshda biz tilga olgan 5 asosli muhim omil barliq o'zaro tayinish asosidagi hamkorlik munosabatiga mos keladi. Masalan, yollanguchi bilan yollanguchi, shaxs bilan shaxs, kollektiv bilan kollektiv, shirkat bilan ta'minlovchi, ya'ni xo'jayin, savdogar qatorliqlar. 5 muhim omil kishilarning bir-biridan kutadigan orzu-umidlarini oydinlashtirish va tangshishiga yordam beradi. Teng naflanish kelishimida tuvandagi 5 muhim omilga qarata aniq belgilama bo'lishi kerak. Qiyosiy natija, ya'ni nishon va muddat belgilanadi, usul nazardan saqit qilinadi. Yetakchi prinsip. Nishonni ishga oshirishga prinsip, qoida, qonun, harakat o'lchami belgilanadi. Foydalanadigan manbalar bu odam kuchi, moliya kuchi, texnika yoki tashkilot qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Vazifani tekshirib baholash, xizmat natijasini baholash o'lchami va vaqti turg'iziladi. Mukofot, jazo tuzumi. Baholab tekshirish natijasiga asosan mukofotlash yoki jazolash tuzumi yurgiziladi. Bu 5 muhim omil teng naflanish kelishimiga hayotiy kuch ato qiladi. Bularga bo'lgan tushuncha va e'tirof kishilarning o'z natijasini o'lchishida asos bo'la oladi. An'anaviy nupuzliq nazoratchilikmi yengilish andizisini o'ziga dastak qiladi. Bu kishilar orasida ishonchning tayini qolmaganlikning natijasidir. Ularda qiyosiy natijaga nisbatan ishonch va o'rtaq tunish bo'lmaganlikdan tekshirish va ko'rsatma berish zarur e'tibordek his qiladi. Ishonch qilolmaganlikdan har vaqt qo'l ostidagilarni tizginlab turishni o'ylaydi. Navada ishonch bo'lsa, qanday qilishingiz mumkin? Ishonch cho'nqur bo'lsa, ish boshlashdan avval ular bilan kelishim tuzib olib, qarshi tarafga o'zingizning orzusini bildirsangiz, vaqti kelganda yordamlashadigan va tekshiradigan ishni qilsangizlar kifoya. O'z-o'zini baholash odamni olg'a besishga ilhomlantirdi. O'z-o'zini baholash odamni olg'a besishga ilhomlantirdi. Yuksak ishonch asosidagi madaniy kayfiyatda kishining o'ziga bo'lgan bahsi texmo to'g'ri bo'ladi. Chunki o boshqalarga qaraganda amniy ahvolni texmo aniq tushundi. Shunga uning o'z-o'zini tekshirishi boshqalarning kuzatish tekshirishidan ko'p to'g'ri bo'ladi. Teng naflanishni boshqarish tarbiyasi. Qadrli qarindoshlar, birlikda o'rganayotganimiz bu qo'limda tutib turgan Stephen Covey'ninki, Amerikalik tanlıq yozuvchi Stephen Covey'ning hayot yugurinib qoldi, jinim do'stlar, amal yo'q. Ya'ni unumdor kishilarning 7 odati, The 7 Habits of Highly
Effective People degan kitap. Bunun Türkçe tushuntirgan bu kitapni PowerPoint bakken, yani tam tasvir deb qo'ydi Uyg'urcha, Uyg'ur softashina tarjima qilibdi. Onu PDF ga aylantirdim, men shuni paylaşıp koydum. Peste ko'rib olsanglar bo'ladi, jinim do'stlar. Yani tang naflanishni boshqarish tarbiyasi. Bir qancha yil ilgari men bir cho'ng pul muomala apparatining maslahatchilik turiga qatnashdim. Bu shirkatning 10 necha tarmoq sho'ba apparati bor edi. Ular bizden şirketning boshqaruv jihatidagi tarbiyalash planini qarta, baho berish hamda o'zgartish loyihasi tuzib chiqishni talab qildi. Bu 750 ming Amerika dollari sarf qilinadigan bir yillik cho'ng tipdagi tarbiyalash plani bo'lib, oliy maktabni bitkizgan o'quvchilardan xizmatchi qabul qilib, andın ularni 6 ayda 12 o'rinda, her bir o'rinda 2 haftadan praktik qildirish orqali ularni bütün şirketning xizmatlari to'g'risida umumiy tushunchaga ega qilish kerak edi. Tarbiyalash tugagandan keyin ular tarmoq apparatlarga berib, yordamchi direktorlik vazifasini ustiga oladi. Şirketning ilgiriki tarbiyalash planida faqat usulga ahamiyat berilgan, oxirgi natijaga sal qaralgan edi. Shuning bilan biz ularga boshqa bir xil andizini tavsiya qildik. Buningda tarbiyalash plani sınaq nuqtasi ta'sis qilinib, avval tarbiyalanguvchilarga konkret tarbiyalanish jarayoni egallatiladi. Buni tarbiyalanguvchilar kontrolligidagi tarbiyalash deb atsaqmi bo'ladi. Bu dal tang naflanish kelishimi bo'lib, oldi bilan cho'qim tarbiyalash nishoni va o'lchimini bekitish zarur edi. Shundala boshqaruvchi xodimlar bu nishon va o'lchamlar asosida tarbiyalanguvchilarning natijasiga baho beraydi. Boshqaruvchi xodimlar yana yetakchi prinsip, foydalanadigan manba, ishni bağlab tekshirish va mukofot jazo tuzumi qatorliqlarni aniq bekitib olishi zarur edi. Bu alohida tarbiyalash turiga nisbatan aytganda eng oxirgi mukofot ularni yordamchi direktorlikka tayinlash edi. Ular yana ish o'rnida tarbiyalanish imkoniyatiga ega bo'la oladi. Maosh ta'minotimi mos qadamda o'satdi. Biz boshqaruvchilardan ularni qaysi jihatlardan tarbiyalamoqchi ekanligini so'rab yurib, oxir uzun bir tizimlikka erishdik. Tizimlikka 100 necha xil konkret tarbiyalash plani bor edi. Biz tizimlikdagi tarbiyalash planlarini oddiylashtirib, qisqartish va ilg'ash orqali oxirida 39 turini tanlab, boqimlab chiqdik. Albatta har bir turning orqasida munosib baholash o'lchami bor. Tarbiyalanguvchi xodimlar haqiqatan g'ayratli edi. Ular tezroq nishonga yetsa, ish haqqining o'stirilganligini to'nib yetgan edi. Ularga nisbatan aytganda, ish haqqining o'stirilishi muvaffaqiyat hisoblansa, shirkat uchun olganda ularning yaxshi tarbiyalanib chiqib, 12 o'rinning tayanch xodimlarga, qobil yordamchi direktorlarga aylanishining o'zila katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Biz tarbiyalanguvchilarga nimaning tarbiyalanguvchilar kontrolligidagi tarbiyalash, nimaning boshqaruvchi xodimlar kontrolligidagi tarbiyalash ekanligini hamda bular orasidagi farqni aniq tushuntirdik. Hamda bu biz yig'inchoqlab chiqqan nishon va o'lcham. Buningdan obdan foydalaninglar, o'zaro o'rganinglar. Qani hamda o'z ishingizga kirishsanglar bo'ladi. Belgilangan nishonga yetsanglar, yordamchi direktorlik sizlarning dedik. Neticede ular 3,5 haftada bu qatimliq tarbiyalashni tamomladi. O'zgartish kirgizilgan tarbiyalash andizasi orqali ular o'z vujudidagi yoshirin qobiliyat va ijtimoiy tafakkurini joriy qildirish imkoniyatiga erishdi. Boshqa o'zgarish jarayonlariga o'xshashla bu qatimda biz nurg'un to'salg'ularga yo'liqdik.
Dəstəpədə yuqori qatlamdakı başqarucu xadimlar biz o'ttirib qo'ygan loyihaning unimiga degandek ishinib ketolmadi. Keyin tarbiyalanguvchi xodimlarning shuncha tizli belgilangan talabga yetganligini ko'rib, bularda tajriba, chiniqish kamchil. Yordamchi direktorlarda ahvolga qarab ish ko'ra oladigan qobiliyat bo'lish kerak. Lekin ularda bu xil qobiliyat yetilmadi deb turib oldi. Suhbat davomida bayqudikki, ular aslida biz hammamiz ashundaq jarayonlarni boshdan kechirib pishib yetilgan. Nimishqa bu yangi kelgundilarni bundaq tarbiyalamayla qo'yib etadiganmiz demoqchi edi. Albatta buni ular ochiq oshkora deyolmaydi. Balki ular tuzuk chiniqmadi degandek yaptı gaplar orqali ifodalayotdi. Uningdan boshqa bu ish emgak kadrlar tarmoqidagilarning ditiga zodi yiqib ketmadi. 6 oylik tarbiyalash planiga mo'ljallangan 750 ming Amerika dollarlik xamchot albatta buning ichidagi intayin muhim sabab. Undaqda biz yana bir necha nishon va munosib baholash o'lchimini ko'paytiraylik. Cho'qim tarbiyalanish jarayoni tarbiyalanguvchilarning o'z kontrolligida bo'ladi. Shunda qilib biz yana 8 turlik tarbiyalash nishoni ham munosib baholash o'lchimini ko'paytdik. Janobi kattalar shundalar xotirjam bo'ldi. Chunki yangidan ko'paytirilgan bu nishon va o'lchamlar tarbiyalanguvchilarni texmi atrofliq yetildirib, ular yordamchi direktorlikning huddisidan ularni yordamchi direktorlikning huddisidan bemalol chiqalaydigan qilatdi. Yuqori qatlamdagi boshqaruvchilardan bir nechisi necha qatimliq o'lcham tuzish muzokara yig'iniga qatnashgandan keyin ularmo agar tarbiyalayotganlar bu qattiq talablarga yeta olsa, undaqda ilgari 6 oylik tarbiyalash plani bo'yicha tarbiyalangan har qanday yordamchi direktorlardan eshib ketadiganligini bildirishdi. Biz tarbiyalanguvchilarga bu qatimliq tarbiyalashning ha degandala o'ngishli bo'lib ketilmasligi mumkinligini, balkim ma'lum to'solg'ularga uchrashimiz mumkinligini puritib qo'ygan edik. Biz ko'paytirilgan nishon va talabni o'ttirib qo'yib, ularga boshda faraz qilganimizdek bo'ldi. Boshqarish qatlamidagilar sizlarning qiyinchilik darajasi yuqori bu talabga yetishinglarni so'rayotdi. Bu talabga yetalisanglar sizlarni yordamchi direktorlikqa tayinlash kafolat berdi deb ahvolni tushuntirib qo'ydik. Ular aktivchanlikni to'liq joriy qildirib, butun kuchi bilan tirishdi. Masalan, ular moliya bo'limidagi ma'muriy boshqaruvchi xodimlarni bevosita izlab berib, samimiylik bilan: "Salom efendim, men shirkatning tarbiyalanguvchilar kontrolligidagi tarbiyalash faoliyatida tarbiyalanayotgan xodim. Sizmi bu plan talablarini bekitishga qatnashib ekansiz-ku? Men belgilangan 6 turlik talabni o'rindab bo'ldim. Hozir faqat eng oxirgi biri qoldi. Bilmadim, siz yoki boshqa kasbdoshlarning bu vaqtda menga ta'lim berishga vaqti bormikin deb so'rashdi. Natijada ular bu bo'limda o'rinlanadigan turlarni 2 haftada emas, balki 1 kundala tugatdi. Tarbiyalanguvchilar o'zaro yordamlashish, bir-biriga madad berish asosida hamkorlashish orqali faqat 1,5 hafta vaqt ishidala yangidan ko'paytirilgan turlarni tamomlab bo'ldi. Şirketning 6 oylik tarbiyalash plani qisqagina 5 haftada tugadi. Tarbiyalanguvchilarning saposi burunqilardan necha hassa yuqori bo'ldi. Kishilar astoydil o'ylanib, tang nafga erishishni qo'lga keltirishni oxirgi nishon qilsa, mayli kasbda yoki turmushdagi ishlarda bo'lsin, cho'qim cho'ng ishlarni vujudga chiqara oladi. Men ma'lum odam yoki kollektivning ish unumida aktiv o'zgarish bo'lganligini bayqasam, nihoyatda xush bo'laman. Rahbar sarki bo'lg'uchining qilig'ini hamma ishqa chot kirib bilish emas,
balki mas'uliyatchan, qobil, o'zini biladigan kishilarga vazifani xotirjam topshirib o'tib, natijani saqlashdir. Qadrli qarindoshlar, biz o'qiyotganimiz o'zimizni taraqqiy qildirishga foydasi bor deb qaragan bu önümdar kishilarning 7 odati degan kitobdan 4-odat tang naplan deganning 2-bo'limini o'qiyotimiz. Bayatım biz tang napga erishishninki tang naplanishni boshqarish tarbiyasi deganni o'rganib o'tdik. Hamda yeni bir mavzu tang naplik xizmat kelishimi deganni birlikda o'rganamiz. Tang naplik xizmat kelishimi. Tang naplik xizmat kelishimining oldingi sharti andizini almashtirish. Ya'ni diqqat e'tiborini usulga emas, balki natijaga qo'yishdir. Vaholanki kishi hadisala usulga ahamiyat berib, natijaga sal qaraydi. 3-odat ustida to'xtalganda tilga ilingan buyruq shaklidagi huquq berish. Yani sandırağa su teyilayotgan o'g'limni suratga tortishga buyurishim. Tırnaq ichida. Dal buning misoli. Tang naplik xizmat kelishimining ahamiyat berdigini dal natija. Onun uchun yoshirin qobiliyatni joriy qildirish, eng zo'r darajada hamkorlashish, unum bilan iqtidorga tang ahamiyat berish kerak. Kishilar tang nap o'lchami asosida o'z-o'zini baholasa bo'ladi. An'anaviy baholash shaklini ishlatish qulaysız. Hem onun ustiga o adamning zihnini xo'rtib etadi. Tang nap kelishimida har kim bekitilgan o'lchamga asosan o'z-o'zini baholaydi. Usul muvofiq bo'lsa, natija ishonchlik chiqadi. Tang nap kelishimidan 7 yoshlik bola foydalansa, o'zining ho'ylini qanday tozalaganligini baholab chiqa oladi. Boshqarish faylasufi va maslahatchisi Peter Drucker direktor bilan ishchi xizmatchilar orasida direktorga xat yozish shakli orqali tang nap kelishimining muhim nuqtalari turg'izilsa bo'ladi deydi. Oningcha oldi bilan qiyosiy natija, yetakchi funksiyon va foydalanish manbalari tekshirilsa va bu haqda muhokama elib berilsa, hamda kollektivning umumiy nishoni bilan birdek bo'lsa, ondan keyin unum plani va muzokara vaqti ustida o'z taklifini o'ttirib qo'ysa bo'ladi. Bu xil tang naplik xizmat kelishimi boshqarishning yadroliq mazmuni. Bu xil tang naplik xizmat kelishimi boshqarishning yadroliq mazmuni. Boshundaq bir kelishim bo'lgandala, ishchi xizmatchilar kelishimdagi belgilama orqali o'zini unumli kontrol qila oladi. Boshqaruvchi bu yerda xuddi yugurish maydonidagi yo'l boshlovchi mashinaga o'xshaydi. Hamma ish o'ngishliq iziga tushib bo'lgandan keyin u sapdan chekinib chiqib, orqa sap xizmatini ishlaydi. Boshqaruvchi qo'l ostidagilarning qobil yordamchisiga aylana olsa, ularning kontrol qilish doirasi texnik kengayib bordi-da, qatlamli boshqarish, cheklama qo'yish degandek usullarning zaruriyati qolmaydi. Bundaq chaqda u boshqara oladigan odam 2 tok-tok, 6-7 odam bo'lmasdan, balki 20, 30, 50, hatto uningdanmi necha hassa ko'p bo'ladi. Tang naplanish kelishimida xizmat natijasini bekitish, mukofotlashda boshqaruvchining dini emas, balki shaxsning o'z tirishchanligi hisobdir. Boshqaruvchilar yoki oila boshliqlari ko'p qo'llanadigan mukofotlash usullari tuvandagidek 4 turlik bo'ladi. Bular pul orqali mukofotlash, jazolash, ma'naviy jihatdan mukofotlash, jazolash, fursat bilan mukofotlash, jazolash va mas'uliyat doirasidan mukofotlash, jazolash qatorliqlardir. Pul orqali mukofotlash, jazolash ish haqqi, paychik, to'liqlama qatorliqlarni o'stirish, kamaytirishni ko'rsatadi. Ma'naviy jihatdan mukofotlash, jazolash, e'tirof qilish, mukofotlash, jazolash, e'tirof qilish, maqtash, e'tiborlash, ishonish qatorliqlarni ko'rsatadi.
Fursat orqali fursat bilan mukofotlash, jazolash, tarbiyalash, bilim oshirishga evat qatorliqlarni ko'rsatdi. Mas'uliyat doirasini mukofotlash ve jazolash vazifa bilan munosabatlik. Masalan, vazifasini o'stirish yoki vazifasini tuvallatish degandek. Tang naflanish kelishimi aloqador taraflarni ish boshlashdan ilgari aniq belgilim bilan ta'minlaydi. Chunki bu hargizmi yepiq holatdagi mashg'ulot bo'lmasdan, balki butunlay ochiq, oshkora mashg'ulotdir. Buningdan boshqa shaxs kollektivga bo'lgan ta'sirimi nihoyatda zo'r bo'ladi. Masalan, ishga kechikish, ishdan baldur tushish, hamkorlashqili unumaslik, kelishimga xiloflik qilish, qo'l ostidagilarni besish, mukofot va jazo aniq bo'lmasi qatorliqlarning hammasi kollektivga ig'ir ziyon olib keladi. Qizim 16 yoshga kirgan yili biz oiladagi mashinani ishlatish haqida bir parcha tang naflik kelishim imzolashdik. Kelishimda onun cho'qim qatnash qoidasiga rioya qilishi, mashinani pokiz tutishi va asrashi, bir yerga berishdan ilgari bizning ruxsatimizni elishi, lozim bo'lganda bizga shofirlik qilishi qatorliqlar aniq bekitildi. Bu bizga xeli ko'p foyda olib keldi. Mashina, benzin ve sug'urta degandek mablag'larni ta'minlashga men mas'ul bo'ldim. Biz haftada bir qatim yakshanba tushdan keyin yig'ilib, uning haftalik ifodasini baholaydik. Amaliyot bu xil usulning to'liq to'g'riligini isbotladi. O faqat kelishimda belgilangan vazifani to'liq o'rindiyalasila mashinani haydashga izn beriladi. Navada o'rindayolmasa mashinani ishlatish huquqidan mahrum bo'ladi. Kelishim yo'l qo'yilgandan boshlabla har ikki tarafning orzusi aniq bekitildi. Mashinani ishlatsa u qatnash ehtiyojini qondira oladi. Sandira ikkimiz mashinaning pokizligi va uni asrash jihatda ortiqcha bosh qatirmasak bo'ladi. Bu yerga berib kelishdanmi g'am qilmaydi. Qizimning samimiy, oq ko'ngil mijozi va o'z-o'zini biladigan, idora qila oladigan angliqligi bizni har jihatdan xotirjam qiladi. Bizning uni har vaqt nazorat qilishimizning texnik hojati yo'q edi. Arzu-umid, chek o'lchamlari nihoyat aniq, kelishim hammamizni ortiqcha g'am g'ussadan xotirjam qilgan edi. Tang nab kelishimi erkinlikdan derak berdi. Lekin cho'qim samimiylikni tayinish noktasi qilish kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, imzolanib bo'lgan kelishimmi yarim yilda to'xtab qolishi mumkin. Haqiqiy tang nab kelishimi, tang nab andizisi, tang nab axloqi va tang nab munosabatning hosilati bo'lib, o'zaro tayinish asosidagi kishilik munosabatga yetishni nishon qiladi. Hamda uni qalblashtirish, yetaklash rolini o'ynaydi. Tang nab qurilmasi, ya'ni sistemasi degan mavzuga keldik, qadrli qarindoshlar. Tang nab geçenonlar. Yani biz öğreniyotganimiz bu Stephen Covey'ninki önümdar kişilerden 7 adeti, İngilizce The 7 Habits of Highly Effective People. Yani bunun Türkçesi mi var? Türkçesini 7 alışkanlık deb izlesenler çıkıdı, qadrli qarindoshlar. Kitapxonlardan, torlardan setib olib, selishtirib o'qisanlar, saviyanlarni oshirishga, til saviyanlarni oshirishga nihoyatda yaxshi foydasi bor. Tang nab qurilmasi, ya'ni sistemasi. Tang nab qurilmasi sog'lom bo'lgan tashkiliy apparatlarda mavjud bo'ladi. Navada ig'izda tang nablanishni tashabbus qilib qo'yib, amaliyotda yengilish andizisini hop ko'rsak, o halde bunun neticesi çokumki mağlubiyettir. Umumen, nimege rıgbetiniz bolsa şununla erişsiz. Belgilengen nişanlı iş aşırmakça bolsanız çokum aldı bilen bir yürüyüş mükafat ceza sistemisi turğuzu velin.
Lekin bu sistema ve yetmekçi bo'lgan nishon heliqi xuddi ig'izida tang naplanish andizisi tavsiya qilib qo'yib, amaliyotda bir moda taqim arali sayohati orqali boshqalarni besbesga solgandek bir-biriga zid bo'lsa, muqarrarki orzuga yetish mumkin emas. Men burun O'rta Sharqda cho'ng tipdagi bir uy mulk shirkatida ishlagan edim. Mening o yerga tunji borgan vaqtim dal ularning yillik taqdirlash yig'ini echilayotgan vaqt ekan. Yig'inga 800 dan ortiq mal sotquchi qatnashgan edi. Yig'in maydoni qaynam tashqinlikqa cho'mgan, muzika atriti kayfiyatni boshqacha jonlantirib o'tgan bo'lib, hammalarning kayfi nihoyatda chog' edi. Yig'inga qatnashgan 800 dan ortiq xizmatchining ishidan natijasi gavdalik bo'lgan 40 necha xodim mukofotlandi. Mukofot turlari asosan eng ko'p mal sotquchi, eng ko'p kirim qilg'uchi, eng ko'p kelishtirish haqqi topquchi deganlar edi. Amaliyotda olqish yangratilayotgan bu 40 xodimni g'oliblar, qolgan 760 odamni bo'lsa, mag'lubiyatning ta'mini tetayotquchilar deyish mumkin edi. Biz derhal tang nafga erishishni asosi nishon qilgan sistema tuzishga kirishdik ve barliq ishchi xizmatchilarni qatnashtirib, ularning fikrini oldik. Shuningdek, ularni o'zlari tuzib chiqqan kelishimga asosan hamkorlashib nishonga yetishga ilhomlantirdik. Bir yildan keyingi taqdirlash yig'iniga 1000 dan ortiq mal sotquchi qatnashdi. Mukofotga erishuvchilar 800 odamga yetdi. Gerçi bazı mukofot turlarida avvalqiga o'xshashda selishtirish asos qilingan bo'lsa-mu, ammo nurg'un shaxs va kollektivlar o'zi bekitgan nishonga yetish orqali bu mukofotga noil bo'ldi. Bu qatimqi yig'inga muzika atriti taklif qilinmadi-yu, lekin oldingi yillardagidinmi dag'dug'alik elib berildi. Hamma odam bir-birining xushalligidan tang bahramand bo'ldi. Mukofot sifatida ta'sis qilingan sayohat bir kollektiv faoliyatga aylanib ketdi. Eng muhimi shuki, mukofotlangan xodimlar ishidagi har birining xizmat natijasi va yaratgan foydasi oldingi yili mukofotlangan 40 nafar xodimnikiga o'xshashli ko'p edi. Tangnab ruhi ham oltin tuxum, ya'ni hasilat miqdorini oshirdi. Ham oltin tuxum tug'digan g'az, yani ishlab chiqarish iqtidorini qo'g'dab qoldi. Xizmatchi xodimlarning yushurun iqtidori va aql parosati zo'r darajada joriy qildirilg'achqa, ularning hammasi bu xil hamkorlikning unumidan hayrat xushalligiga cho'mishdi. Bozorda raqobat kam bo'lsa bo'lmaydi. Yillik xizmat natijasi o'zaro selishtirilsa bo'ladi. Hatto o'zaro munosibatsiz o'rin va shaxslar o'zaro raqobatlashsa-mu bo'ladi. Lekin ish qilish iqtidorini o'stirishda hamkorlik raqobatga o'xshashla intayin muhim. Tangnab ruhi hamma o'z ko'mishiga cho'g' tortilgan muhitda ish asla mavjud bo'lib turolmaydi. Tangnab ruhi hamma o'z ko'mishiga cho'g' tortilgan muhitda asla mavjud bo'lib turolmaydi. Tangnabga erishishda cho'qim tarbiyalash, planlash, aloqa, hamchot, uchur, ish haqqi degandek tayindigan kapolat bo'lishi. Yana kelib bular tangnab prinsipi ustiga qurilishi kerak. Yana bir shirkat meni kishilik munosabat bo'yicha tarbiyalashga taklif qilgan edi. Ularning gapining o'ramidan qaragan chog'da shirkatdagi masala xodimlarda edi. Aleyküm assalam canımına. Allah egem her bir kılvatkan işini kolay kılsın. Rahmet canımına. Allah sizden razı olsun. Yana bir şirket meni kişilik münasebet boyunca terbiyeleşke teklif kılgan idi. Ulanın gibinin oranıdan qaraganda şirketdeki mesele xodimlardaydı. Hemmisi o'xshash. Nima so'rasangiz shuni qilib javob berdi. Qizg'inlik, tashabbuskorlik deydigan narsa yo'q.
Xaridor jalb qilish deganni aslo bilmaydi. Do'kondagi mollarni tuzuk bilmaydi. Setish bilimi cho'lta, setish maharatimi yo'qning o'rnida. Aladigan odamgimi qandoq setish bilimi cho'lta, setish maharatimi yo'qning o'rnida. Aladigan odamgimi qandoq setishni bilmaydi, dedi bir haza qoqshib. Shuning bilan men bir qancha do'konni aralab kuzatib baqdim. Darvaqa uning deganlari rost edi. Lekin sababi nada? Men do'kon mas'ullaridan qo'l ostidagi xodimlarga o'zi o'lgi bo'lishni, ya'ni 3/2 qism vaqtni mal setishga, 3/1 qism vaqtini boshqarishga sarf qilishni talab qilgan edim. Natijasi qo'l ostidagilarnikidan yaxshilandi. Endi do'kondagi xizmatchilarni tarbiyalamay bo'lmadi. Baş direktorning bu gapidan nimalarnidir tushungandek bo'ldim ham uningga men yana ko'zitib baqay dedim. O xuddi masalaning tugunini bildigandek gaplarimni ancha parvoyiga olmay darhol tarbiyalashni boshlash kerakligini o'ttirib qo'ydi. Men yanada tekshirib beqishda ching turdim. Darvaqa kasalning manbasi 2 kunda aniqlandi. Mesele dal ularning xizmat taqsimoti va maosh qurilmasida ekan. Do'kon mas'ullari do'kondagi xodimlardan ustun o'rinda turib olgan, pokaydan kiradigan usulning hammasini o'ziga tava qilib olgan edi. Do'kon degan ba'zida cho'ldarab, ba'zida bas-bas bo'lib turadigan joy. Do'kon mas'uli ambar saqlash, mal saqlash, do'kon tozalash degandek o'zi eg'ir, ammo hisob etmaydigan ushaq ishlarning hammasiga do'kon xizmatchilarini buyurib, o'zi bo'lsa pul elish pokida turib olganda, boshqa xodimlardan xizmat natijasi gavdalik hisoblangan. Qadrli qarindoshlar, İstanbulda hozir shom namozininki vaqti keldi. Yana 2 vara qilib qopdi. Biz buni o'qib bo'lgandan keyin namozni o'qiymiz, jinim do'stlar. Shuning bilan biz maosh qurilmasini tanishib chiqdik. Natijada masala tez va o'ng'ayli hal bo'ldi. Yangi maosh qurilmasining yadroliq mazmuni do'kondagi xodimlar pul topolgandilar, ondan do'kon mas'ullari pul yig'alaydi degandan iborat edi. Do'kon mas'ullarining talabi va nishonini do'kondagi xodimlarningki bilan birlashtirdik. Keyin kishilik munosabat bo'yicha tarbiyalashmo oxirlashgan bo'ldi. Bu yerdagi halqa dal tangnab asosidagi mukofot sistemasining turg'izilishi edi. Odatda chatoq odamda emas, balki qurilmada bo'ladi. Her qancha iqtidorli kishimi chakini qurilmaga qapsalib qolsa, natija qozonolmaydi. Guldan huzurlanish uchun uningga suv qo'yish kerak. Tangnab ideyasini egallab olgan odam munosib qurilmani turg'iza oladi va uningga amal qila oladi. Raqobatni hamkorlikqa o'zgartirib, unum bilan iqtidorning muvozanatini saqlay oladi-da, xizmat unumini zo'r darajada yuqori ko'tara oladi. Şirket boshqaruvchilar qurilmani tanishib, yuqori unumli kollektiv barpo qilib, raqiblar bilan raqobatlashsa bo'ladi. Maktablarda o'qituvchilar o'quvchining amaliy ahvoli va ifodasini chiqish qilgan asosda nomer qo'yish sistemasi turg'izib, o'quvchilarni hamkorlashib ilgarilashga ilhomlantirsa bo'ladi. Oilada oila boshliqlari bolalarining hamkorlik engining yetilishiga yordam bersa yoki tangnab kelishimi bo'yicha oila ishlarini o'lashsimi bo'ladi. Bunday bo'lganda ko'pchilik orasida qo'rsoq ko'pigi paydo bo'lmaydi. Oila boshlig'i zehnini qilmasa bo'lmaydigan muhim ishlarga qarata oladi, jinim do'stlar. Bir do'stim bana bir kartun film haqidagi ta'sirotini so'zlab bergan edi. Uning deyishicha, filmdagi bir bola yana biriga "Apam bizni uyg'otib etmagan bo'lsa, darsga kechikib qolar ekanmiz" degan. Balalarning yuqorgi so'zi do'stimni qattiq o'ylantirgan. O bir oilada tangnab kelishimi, oila boshqarishning asosi qilinmasa,
bundaq məsələlər üzülməy çıxıdığanlığını tonub yetibdi. Təngnəp əndizisi kişilərə eniq nişan turğuzub durdu. Qiyasi nəticə, yetəkçi prinsip və paydalanış mənbəsini izahlab durdu. Kişilərə qılğan işığı igi buluşunu təkidləydi. Özüge səmimi baha verişini əskərdidu. Təngnəp sistemisi təngnəpleniş cəryanı üçün paydalıq mühit yaratıdı. Demək, təngnəpleniş əndizisini əgər yaxşı igəllisək, yəni ortaq mənbətini alsaq, bu qurulmanı, sistemini tüzüb çıxsaq, işimiz yaxşı mağa dikən qədərli qərindaşlar. Əmdə təngnəpleniş cəryanı digən məzmununu körümüz. Oxuvatqınımız tədbiriyyə isim dərsləri 79-cu dərsimizdə Stephen Covey'ninki ünümdar kişilərinin 7 adəti digən adətlərdən 4-cü adət təngnəpleniş adətinin axırqı bölümlərini körəvatımız. Təngnəpleniş cəryanı. Yeniş əndizisi bizni təngnəpkə erişdirənməydi. Siz uçurğanla adamga təngnəplenişini oyla dəb bulalmaysız. Bu yerdəki halqalıq məsələ dəl təngnəpkə erişiş layihəsini qandaq tepib çıxışda. Harvard Qanun İnstitutunun profesörü Roger Fisher və William Oury birləşib yazğan Ortaq tonuşqa qədəm degan əsər ikki tərəf söhbətləşkəndə meydanını əməz prinsipdə çiң turuşni bəkirək təkidləydi. Gerçi ular bu yerdə təngnəp atalğısını işlətməyən bolsunmu, əmma ularning təşəbbüs qılğını asasən bizning qarashlarımız bilan birdəklikə ega. Ular prinsipal söhbətinin mühim halqısını adam bilan məsələni ayırış, meydanga emas, balki mənbəətə əhmiyyət beriş, hər iki tərəf ortaq nəpki erişidigan usulni bərpa qilish deb qaraydı. Hem de iki tərəf ma'qullagan prinsip və ölçəmga qat'iy xiyonat qilmaslikni ta'kidlaydi. Men meyli qandaq odam yoki kollektiv meyli men nima debdi qadrli qarindoshlar? Men meyli qandaq odam yoki kollektiv bo'lsin, təngnəpkə erişiş cəryanında tövəndəkidək 4 basqıça əhmiyyət bəskən deymen. Birinciden, məsələyə qarşı tərəfinin nəzəri bilən qaraş. Məsələyə qarşı tərəfinin nəzəri bilən qaraş. Yəni, qarşı tərəfinin oy fikir, ehtiyacı və ғəm əndisini həqiqi düşünüş, hətta qarşı tərəfdən inçikə düşünüş. İkinciden, saqlanğan asaslıq məsələ və ғəm əndişini iniq tutunuş meydanını əməz. Üçüncüdən, həmmeylən qubul qılalaydıgan nəticini muqumdaş, yəni bekitiş. Dördüncüdən, bu nəticəyə yetküzülüğən türlük imkaniyet yollarını oylaş. Beşinci, altıncı adət dəl bunun içindeki iki noktanı qandaq bir tərəf qilishqa münasibətlik olub, keyinki iki babda bu vaqtda təfsili toxtalımız. Körüsüb ötüşkə tegişlik ki, təngnəpleniş cəryanı bilən təngnəplenişinin nəticəsi özara münasibətlik olub, ulanı ayrıb etişkə bulmaydı. Təngnəpleniş cəryanını tamamlağandıla, andın təngnəpki erişkili buludu. Bu yerdeki nişan və vasitə birdəklikə ega. Təngnəp əndizisi qandaqdır bir xil sehirlik maharət əməz, bəlkə kişilərinin kündülük alaqa davamındakı bir xil əndizə şəklidir xalas. Təngnəp səmimilik, pişbitiliş, insani pəzilət və yüksək dərəcədəki özara işenç asasıda barlıq kilidir. O, kişilərinin arzusu və muvaffəqiyyət kilişimini ünümlük şərhiləş və başquruşda ifadələnidir. Təngnəpleniş qurulması içində gülləb yaşnaydı. Təngnəpleniş qurulması içində gülləb yaşnaydı. Təngnəpleniş cəryanı arqalıq işqa aşıdı. Təngnəpleniş qurulması içində gülləb yaşnaydı
teng naplanish jarayoni orqali ishga oshadi. 5-6 odatda bu jarayon haqida texmo tafsili to'xtalib o'tamiz. Debto Stephen Covey efendi o'zininki Önümdar kişilerinin 7 adeti degan kitobining 309 betida. Yani biz 4 adetni öğünüp o'tdik qadrli qarindoshlar. Endi foydali ko'rsatmalar degan mazmun bir bet mazmun bor ekan, buni o'qib o'tib, undan keyin darsimizni tamomlaymiz. Foydali ko'rsatmalar. Birinchi, yaqinda aloqa qilmoqchi bo'lgan odam yoki hal qilmoqchi bo'lgan masala haqida o'ylanib ko'ring. Jur'at bo'lish va boshqalarni tushunishga mohir bo'lish orasidagi tangpungliqni tepib chiqing. Ikkinchi, tang naplanish andisiga to'salg'i bo'ladigan omillarni tepib chiqing hamda uning ta'sirini chiqarib tashlash haqida o'ylanib ko'ring. Uchinchi, tang naplanish kelishimi imzolag'ili bo'ladigan kishilik munosabatdan birini tanlab chiqing. Amal bar o'zingizni boshqalarning o'rniga qo'yib turib, uning xiyolini qilib beqing. Qarshi taraf qabul qila oladi deb qaragan natijani o'ylang. Ondan o'z nuqtai nazaringizni chiqish qilib, o'zingizga foydali natija haqida o'ylaning. Qarshi tarafdan bu masala haqida fikr almashtirishni xohlamaydiganligini so'rab, har ikki tarafga foydali tadbir ustida birlikda muhokama yurgizing. 4. Turmushingizda muhim o'rin tutilgan 3 xil kishilik munosabatni tepib chiqib, bu kishilar bilan orangizdagi hissiyot amonati, ya'ni ishonchning qanchalik ekanligini mutlaq beqing. Istijotingizdagi omonatning eshishiga yordam bo'ladigan hissiyot silinmalarini xotirlang. 5. Aloqa andizingiz haqida o'ylanib ko'ring. Talabag'ingiz yanglish andizisimi? Bu xil andiza o'zingiz va boshqalarning munosabatiga qanday ta'sirlarni ko'rsatdi? Bu xil andizaning shakllanib qolishidagi asosli sabab nima? Uning sizga qanday foydasi bo'ldi? 6. Tang naplanish andizasiga ulgu bo'la oladigan vakillik tipdan birini tepib chiqing. Mushkul ahvoldami tang napga erishuvchilarni tadqiq qiling ham ulardan o'rganing, jinim do'stlarim. Bugungi tadbirga darsimiz, yani 79. darsimiz ekan, qadrli qarindoshlar. Shunda qilib 4 odat tang naplarni birlikda o'rganib o'tdik. İnşallah 80. darsimizda kelar hafta 5. odat avval tushan, andin tushunilishni ista. Ko'ngildagidek aloqa prinsipi degan darsni o'rgandik. Onunla kirishda bir kichkina mazmun bor ekan. Agar kishilik munosabat jihatda o'rgangan eng muhim prinsipni bir jumla so'zga yig'inchoqlasak, u bo'lsa avval tushan, andin tushunilishni ista. Avval qarshi tarafni tushunib, andin qarshi tarafning tushanchisini qo'lga keltirish. Bu prinsip kishilik aloqaning unumli bo'lishidagi ochquchdir debdi. Bizga bir oltin ochquchni ko'rsatdi qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa darsimiz mishada tamom bo'ldi. Kelar hafta yana shu unumdor kishilarning 7 odati degan kitobda birlikda o'rganishimizni davomlashtiramiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ders yoqqan bo'lsa, boshqalardan paylaşishni unutib qolmanglar. YouTube'ga, ondan keyin Tadbiryoy radiosiga Anchor deydigan bir tor beti bor. Yagimni chiqarib qo'yman. Bu bergan foydalanish materiallaridan foydalanib beqinglar. Turkcha 7 alışkanlık deb bir material bor ekan. PowerPoint, yani PPT hujjati, PDF'ni sizlar bilan paylaşdim. Ko'rib beqishinglarni umid qilaman. Darsga birlashtirib paylansanglar texmi yaxshi. Allah'ın özgü emanet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.